Oldin davlat maktabida o'qirdim va ITga uncha qiziqmaganman. Birinchi ishim bo'lganligi uchun, keyin tajribam kam bo'lganligi uchun bunga 6 oy vaqtni sarflaganman va ular meni qabul qilishdi. Kelajakdagi maqsadlarimga keladigan bo'lsak, dunyoni yaxshi tarafga o'zgartirish. Assalomu alaykum. Ismim Abdurasulov Elbek va PDP School'da 2 yildan beri o'qib kelmoqdaman. PDP School'ga ota-onam sababli kelib qolganman, chunki ular oldin davlat maktabida o'qirdim va ITga uncha qiziqmaganman. Ota-onam keyin PDP School ochilgandan keyin ota-onam aytishdi, PDPga borib ko'rasan deyishdi. Keyin 3 kun o'qib ko'rdim, menga yoqdi va PDP School'da Java dasturlashtirilishini o'rganishni boshladim. Keyin 6 oydan keyin o'sha Telegram botlar mavzusiga keldik. 6 oy Java'ni o'rganganimdan keyin birinchi klientli ishimni qildim o'zimni. Bu Telegram bot bo'lgan. Telegram botning maqsadi avtomobil biznesini yana ham qulayroq va odamlarga osonroq qilib berish bo'lgan. Birinchi ishim bo'lganligi uchun, keyin tajribam kam bo'lganligi uchun bunga 6 oy vaqtni sarflaganman. O'sha bot qilish jarayonida xatolarga duch kelganman. Masalan, knopkalarni chiqarishda exception yoki databazaga ulashda exceptionlar, qanaqadir xatolar bo'lgan. U hamma xatolarimga ustozim qarashib, o'zlari yordam berganlar, bilmagan joylarimni o'rgatganlar. Ishga kirish tariximga keladigan bo'lsak, men Telegramda NovaPro nomli kompaniya o'ziga IT'chiliklarni qidirib ko'rayotganini bildim va qiziqib topshirib ko'rdim va ular meni qabul qilishdi. Hozir o'sha kompaniyada Java developer lavozimida ishlayapman. Hamkasblarimga keladigan bo'lsak, biz 3 kishimiz, yana 2 ta hamkasbim bor. Asosan biz saytlar qilib berish bilan shug'ullanamiz va NovaPro kompaniyasi o'sha saytlar yasab beradigan agentство. Masalan, klientlar bizga murojaat qilishadi, qanaqadir sayt yoki Telegram botlar qilib berish bo'yicha va biz ularni qilib beramiz. NovaPro kompaniyasiga kirayotgan paytim birinchi ular meni rezyumemni ko'rib chiqishdi, keyin intervyu olishdi. Intervyulardan o'tganimdan keyin ular meni испытательный срокka ishga qabul qilishdi. Birinchi ularga sayt qilib berdim, keyin sayt qilib bergandan keyin ularga yoqdi va o'tdi ishlashni boshladi. Hozirgi kunda NovaPro kompaniyasining o'ziga sayt yasab beryapman. Bu saytning vazifasi NovaPro'ni uslugalariga odamlarni qiziqtirish. Masalan, kimdir o'ziga sayt yasatgisi keladi yoki qanaqadir bir uslugalardan vоспользоваться qilgisi keladi. O'sha odamlar saytga kirib registratsiyadan o'tib o'z telefon raqamlarini qoldiradi va kompaniya o'zi ularga aloqaga chiqadi. O'sha orqali ular o'zlariga sayt yoki qanaqadir boshqa proyektlarni qildirib o'zlari daromad qilishlari mumkin. Va bu jarayonda PDPda o'rgangan bilimlarim menga juda ham katta yordam beryapti. Ishimning qulay tarafi shundaki, men onlayn ishlayman. Bu degani men uyda yoki ishda, maktabda bemalol ishlay olaman va ishim o'qishimga xalaqit bermaydi. Baribir ishga borib turishimga to'g'ri keladi, chunki agar yangi proyekt olgan bo'lsam, keyin uni muhokama qiladigan joylar bo'lsa, masalan, qanaqadir detallarga ahamiyat beradigan joylar bo'lsa, maslahatli ishlarga borib turaman. Hozir shunaqa natijalarga erishyapman va buni orqasida baribir PDP School va ota-onamning o'rni bor. Ota-onamga va ustozlarimga katta rahmat aytmoqchiman, chunki ota-onam meni botga olib kelgan va mana shu Java backend yo'nalishida ketishimga sababchi bo'lgan va ustozlarim podдержка qilishgan, hammaligiga kattakon rahmat. Kelajakdagi maqsadlarimga keladigan bo'lsak, kelajakda IT yo'nalishidan ketmoqchiman va o'zimning kompaniyamni yaratib, katta gigant kompaniyalar bilan hamkorlik qilish niyatim bor. Ular bilan birgalashib, masalan, Telegram bilan Discordni olsak, o'sha 2 ta kompaniya bilan hamkorlik qilgan holda Telegramning xavfsizligi va Discordni qulayligini birlashtirib, qanaqadir yangi texnologichniy programma qilish va dunyoni yaxshi tarafga o'zgartirish.